Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugungi videoda men sizga shunchaki qimmatli ma'lumot emas, balki aprel oyida gaz va elektr energiyasi uchun umuman pul to'lamaslik yoki sezilarli darajada tejash imkonini beradigan maxfiy ma'lumotni ochib beraman. Ha, to'g'ri eshitdingiz, mutlaqo haqsiz yoki juda katta chegirma bilan. Bu har birimizga taalluqli va afsuski ko'pchilik bu ajoyib imkoniyatdan beksabar. Men sizga ushbu yangi tizimning barcha nozik jihatlarini, kimlarga taalluqli ekanligini va qanday qilib uni rasmiylashtirish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning oilaviy byudjetingizni sezilarli darajada tejashga yordam berishi mumkin. Muammo markazi ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, har birimiz kommunal to'lovlar, xususan gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar oilaviy byudjetimizning sezilarli qismini tashkil etishini yaxshi bilamiz. Yillar davomida bu xarajatlar doimiy ravishda oshib bordi. Bu esa ayniqsa kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun katta yuk bo'ldi. Ilgari ko'pchilik uchun kommunal xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha imtiyozlar faqat juda tor doiradagi shaxslarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yoki ba'zi turdagi nogironlarga berilar edi. Ammo aholining katta qismi uchun bu borada hech qanday yangiliklar yo'q edi. Siz qancha elektr energiyasi yo'qsangiz yoki qancha gaz ishlatsangiz, o'sha miqdorga to'liq to'lovni amalga oshirishingiz shart edi. Hattoki mamlakatimizda elektr energiyasi va gaz ta'minotining texnik holati bilan bog'liq muammolar bo'lib turganda ham, ya'ni svet yoki gaz tez o'chib qolsa ham, bu sizning hisob-kitobingizga hech qanday ta'sir ko'rsatmasdi. Biz shunchaki bor holatni qabul qilib, belgilangan tariflar bo'yicha to'lab kelardik, ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda hukumatimiz tomonidan aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qator muhim qarorlar qabul qilindi. Bu qarorlarning markazida aynan dasamamaka sita tam komsita zamat ayette bafandaza ina natiklishu azanna yana kitta sakishama mana shu mavsumida va bahorda kommunal to'lovlar yukini yengillashtirish turadi. Men bugun sizga aynan aprel oyidan boshlab to'liq kuchga kirgan aholining energiya xavfsizligi va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish dasturi haqida gapirib bermoqchiman. Bu dastur shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslangan keng qamrovli tizimli yechimdir. Endi davlat eng muhtoj qatlamlarga gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarda bevosita yordam berish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Ya'ni ba'zi holatlarda siz umuman pul to'lamaysiz, chunki davlat sizning o'rningizga to'lovni qoplaydi. Boshqa holatlarda esa to'lov miqdori sezilarli darajada kamaytiriladi. Bu azizlar shunchaki imtiyoz emas, balki har bir fuqaroning munosib hayot kechirish huquqini ta'minlashga qaratilgan amaliy qadamdir. Bu yangi tizimdan kimlar foydalanishi mumkinligini va qanday qilib uni rasmiylashtirish kerakligini keling batafsil qorib chiqaylik. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Endi diqqat bilan eshiting, chunki aynan shu bo'limda men sizga kimlar ushbu yangi imtiyozlardan foydalanishi mumkinligini va bu aprelda pul to'lamaslik degani aslida nimani anglatishini batafsil tushuntirib beraman. Bu har bir oilaga taalluqli emas, balki aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun mo'ljallangan. Kimlar ushbu imtiyozlardan foydalanishi mumkin? Ushbu aholining energiya xavfsizligi va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish dasturi birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarimizga qaratilgan edi. Nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi va minimal nafaqa oladigan keksa yoshdagi fuqarolarimiz. Bunday nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlar har doim katta og'riq bo'lib kelgan. Endilikda agar siz yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning oylik nafaqangiz eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz ushbu imtiyozdan to'liq foydalanishingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, sizning ma'lum bir me'yor doirasidagi gaz va elektr energiyasi iste'molingizni davlat o'z zimmasiga oladi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz ham ushbu dastur doirasiga kiradi. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz va ro'yxatdan o'tgan yashash joyingizda ro'yxatga olingan bo'lsangiz, siz ham tegishli imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu nogironligi bo'lgan shaxslarning uy sharoitidagi qulayliklarini oshirishga va ularning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan muhim yordamdir. 3.
Ko'p bolali oilalar, rasmiy ravishda 4 yoki undan ortiq voyaga yetmagan farzandi bo'lgan oilalar ham dasturning asosiy benefitsiarlari hisoblanadi. Bunday oilalar uchun har bir bolaning ehtiyojini qondirish moliyaviy jihatdan ancha qiyin. Shu sababli davlat ushbu oilalarning gaz va elektr energiyasi to'lovlarining bir qismini yoki ma'lum bir miqdorini o'z zimmasiga oladi. Masalan, agar sizning oilangizda 5 nafar voyaga yetmagan farzand bo'lsa, sizning kommunal to'lovlar uchun sarflagan pulingiz sezilarli darajada kamayadi. 4. Ijtimoiy nafaqa oluvchi oilalar, temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan. Shuningdek, boshqa ijtimoiy nafaqalar, masalan, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa oluvchi oilalar ham ushbu dastur doirasida qo'llab-quvvatlanadi. Bu daftar mamlakatimizda ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko'rsatish uchun yaratilgan mexanizm. Agar siz ushbu daftarlarning biriga kiritilgan bo'lsangiz, demak siz avtomatik ravishda ushbu imtiyozlardan foydalanishga haqlisiz. 5. Kam ta'minlangan oilalar, agar sizning oilangizning bir kishiga to'g'ri keladigan oylik daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz ham ushbu dastur doirasida yordam olishingiz mumkin. Bu yerda daromadni tasdiqlovchi hujjatlar muhim rol o'ynaydi. Oilangizning rasmiy daromadi har bir kishiga bo'lib hisoblanganida u belgilangan me'yordan past bo'lsa, sizga ushbu imtiyozlar beriladi. Alsıltı. Yolgiz onalar, otalar. Voyaga yetmagan farzandlarini yolgiz tarbiyalayotgan ota-onalar ham ushbu yordamdan foydalanishlari mumkin. Chunki ularning moliyaviy ahvoli ko'pincha og'ir bo'ladi. Pul to'lamaslik nimani anglatadi? Keling, bu aprelda pul to'lamaslik degani aniq nimani anglatishini tushuntirib beray. Bu universal tarzda hamma gaz va elektrni bepul ishlatishi mumkin degani emas. Bu imtiyozlar faqat yuqorida sanab o'tilgan toifadagi fuqarolar uchun amal qiladi va faqat ma'lum bir iste'mol me'yorlari doirasida davlat tomonidan qoplanadi. Misollar bilan tushuntiraman. Vat misol, yolgiz nafaqaxo'r ayol 70 yoshda. U yolgiz yashaydi va oylik nafaqasi 60 so'm. Uning oylik elektr energiyasi iste'moli o'rtacha kWt soat, gaz iste'moli esa 70 kub metrni tashkil qiladi. Dastur doirasida bir kishi uchun belgilangan me'yorlar, masalan, elektr energiyasi uchun 150 kWt soat va gaz uchun 100 kub metr bo'lsa, bu nafaqaxo'r ayolning butun iste'molini davlat qoplaydi. Ya'ni uning aprel oyidagi hisob kitobida to'lov uchun 0 so'm ko'rsatiladi. Bu uning uchun juda katta yordam, chunki ilgari u har oy kommunal to'lovlar uchun deyarli sadon hisoblanadi 1000 so'm sarflagan bo'lardi. Misol, 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor oila, ota-onaning ikkalasi ham vaqtincha ishsiz va temir daftarga kiritilgan. Ularning oilaviy daromadi juda past. Oila oylik o'rtacha 300 kWt elektr energiyasi va 200 kub metr gaz iste'mol qiladi. Dasturga ko'ra, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar uchun elektr energiyasi iste'moli me'yori 300 kWt soat, gaz uchun esa 200 kub metr deb belgilangan. Bu oilaning iste'moli ham me'yor doirasida bo'lganligi sababli ular ham aprel oyida gaz va elektr uchun pul to'lamaydilar. Bu oilaning yuzlab ming so'm puli tejab qolinganini anglatadi. Bu pulni ular o'z farzandlarining boshqa ehtiyojlariga sarflashlari mumkin. Tilga misol, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs u oilasi bilan yashaydi. Oilada 5 kishi bor. Nogironligi bo'lgan shaxsning o'zi nogironlik nafaqasi oladi. Ular oylik 400 kWt soat elektr energiyasi va 250 kub metr gaz ishlatishadi. Dastur bo'yicha har bir oila a'zosi uchun ma'lum bir me'yor belgilangan. Agar oilaning umumiy iste'moli barcha a'zolarning me'yorlari yegendisidan oshmasa, ular ham to'liq imtiyozdan foydalanishadi. Agar ortiqcha iste'mol bo'lsa, ular faqat me'yordan oshgan qism uchun to'lovni amalga oshiradilar. Misol uchun oilaviy me'yor 400 kWt soat bo'lsa, bu oila 400 kWt soat ishlatgani uchun elektrga pul to'lamaydi. Gaz uchun me'yor 300 kub metr bo'lsa, ular 200 kub metr ishlatgani uchun gazga ham pul to'lamaydi. Kimlar tashvishlanishi kerak emas va kimlar ushbu imtiyozni zaddilariliya uchiril gazaya aypajin gadiga emas. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz, ya'ni sizning daromadingiz belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan yuqori bo'lsa, siz nogiron bo'lmasangiz, ko'p bolali yoki yolg'iz nafaqaxo'r
onbon albo ambon anma amma sandak pam santak ang çigi tay tareza tay tazi pazi azi kali siz ushbu dastur doirasida imtiyoz olmaysiz. Bu shuni anglatadi ki siz ilgari qanday to'lagan bo'lsangiz o'sha tartibda kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz shart. Bu dastur umumiy aholi uchun emas, balki aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan. Shuning uchun o'zining moliyaviy ahvoli mustahkam bo'lgan fuqarolarimiz ushbu imtiyozlardan foydalanishga intilmasliklari kerak. Bu davlatning cheklangan resurslari eng muhtojlarga yo'naltirilganligini anglatadi. Xulosa qilib aytganda, aprel oyidan boshlab gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlarni sezilarli darajada kamaytirish yoki umuman to'lamaslik imkoniyati mavjud. Bu imkoniyatdan faqatgina hukumat tomonidan belgilangan ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolarimiz foydalanishlari mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidalar, kamchiliklar va noaniq nuanslarga istisnolar. Aziz tomoshabinlar, hozirgi kunga kelib siz kimlar imtiyozlarga ega bo'lishini va bu to'lamaslik aslida nimani anglatishini tushunib yetdingiz deb umid qilaman. Lekin har qanday dasturda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi nozik jihatlar, istisnolar va tushunarsiz tuyulishi mumkin bo'lgan nuanslar mavjud. Ular haqida bilishingiz shart. Aks holda tushunmovchiliklar yoki kutilmagan to'lovlar yuzaga kelishi mumkin. Bir, iste'mol me'yorlari. Cheksiz bepul gaz va elektr yo'q. Eng muhim nuansa shuki, gaz va elektr energiyasini bepul iste'mol qilish yoki chegirmali to'lov qilish cheklangan miqdorda amalga oshiriladi. Davlat sizning ma'lum bir iste'molingizni qoplaydi, ammo bu cheksiz emas. Har bir toifa uchun, shuningdek, oila a'zolarining soniga qarab ma'lum bir oylik iste'mol me'yorlari belgilangan. Misol uchun, elektr energiyasi uchun yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r uchun oylik 150 kWh, 3 kishilik oila uchun 250 kWh, 5 kishilik ko'p bolali oila uchun 400 kWh kabi me'yorlar belgilanishi mumkin. Bu raqamlar taxminiy bo'lib rasmiy hujjatlarda aniq ko'rsatiladi. Tabiiy gaz uchun yolg'iz nafaqaxo'r uchun oylik 100 kub metr, 3 kişilik oila uchun 200 kub metr, 5 kişilik ko'p bolali oila uchun 350 kub metr kabi me'yorlar belgilanishi mumkin. Bu me'yorlardan oshib ketgan iste'mol uchun siz o'zingiz to'lashingiz shart bo'ladi va eng muhimi, me'yordan oshgan qism uchun tarif odatdagidan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hisoblagich ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borish juda muhim. Agar siz oyga 200 kWh soat elektr energiyasi iste'mol qilsangiz, lekin siz uchun belgilangan me'yor 150 kWh soat bo'lsa, siz faqatgina 50 kWh soat uchun to'laysiz. Lekin bu 50 kWh soat uchun tarif oshirilgan bo'lishi mumkin. Bu davlatning energiyani tejashga undash siyosatining bir qismi. Ikkinchi, qarzlar qoplanmaydi. Ushbu dastur faqat joriy va kelajakdagi iste'molni qoplashga qaratilgan. Agar sizning avvalgi davrlar uchun gaz yoki elektr energiyasidan qarzingiz bo'lsa, bu qarzlar ushbu yangi imtiyoz hisobiga qoplanmaydi. Siz ilgari to'lanmagan summalarni baribir to'lashingiz kerak bo'ladi. Dastur sizning kelajakdagi xarajatlaringizni yengillashtirishga mo'ljallangan o'tmishdagi majburiyatlaringizni emas. Bu juda muhim nuqta. Aks holda odamlar eski qarzlar ham kechiriladi deb o'ylab, yanada ko'proq qarzga botishi mumkin. 3. Ariza berish jarayoni avtomatik emas. Garchi ba'zi ma'lumotlar tizimlarda mavjud bo'lsa-da, ko'pchilik holatlarda bu imtiyozlar avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Siz ushbu dasturdan foydalanish uchun maxsus ariza berishingiz shart. Ariza bermasdan siz shunchaki umumiy to'lovlar qatorida qolasiz va imtiyozlardan mahrum bo'lasiz. Bu ariza berish jarayoni haqida keyingi bo'limda batafsil gaplashamiz. Hukumat ma'lumotlar bazalarida sizning ijtimoiy maqomingiz haqida ma'lumot bo'lishiga qaramay, ma'lumotlarning aniqligi va dolzarbligini tasdiqlash uchun shaxsiy arizangiz talab etiladi. Bu o'z navbatida ortiqcha satoliklarning oldini oladi. 4. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar va noto'g'ri ma'lumotlar. Ariza topshirishda sizdan ma'lum hujjatlar talab qilinadi. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, muddati o'tgan bo'lsa yoki ularda noto'g'ri ma'lumotlar mavjud bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Masalan, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar eskirgan bot jebo a va mattalottal palattal segan battalsa yoki daromad
haqidagi ma'lumotlar rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, siz imtiyozdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin barcha hujjatlaringizni to'g'riligini va dolzarbligini tekshirib chiqing. 5. Hisoblagich ko'rsatkichlarini yetkazish shartligi. Hatto siz hech qanday to'lovni amalga oshirmasangiz ham, chunki davlat sizning iste'molingizni qoplab beradi, har oyda hisoblagich ko'rsatkichlaringizni yetkazishingiz shart. Nega? Birinchidan, bu iste'mol me'yorlariga rioya etilayotganini nazorat qilish uchun kerak. Ikkinchidan, agar siz me'yordan oshib iste'mol qilsangiz, aynan ushbu ko'rsatkichlar asosida ortiqcha iste'mol uchun sizga hisob-kitob qilinadi. Hisoblagich ko'rsatkichlarni bermaslik esa hisob-kitoblarda chalkashliklarga olib kelishi va hatto imtiyozlardan mahrum bo'lishingizga sabab bo'lishi mumkin. Oila tarkibining o'zgarishi. Agar oilangiz tarkibida o'zgarishlar yuz bersa, masalan, farzand voyaga yetgan bo'lsa, oila a'zosi boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsa yoki yangi tug'ilgan bo'lsa, bu sizning imtiyoz huquqingizga yoki iste'mol ma'yorlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish muhim. Aks holda sizga noto'g'ri imtiyozlar tayinlanishi va keyinchalik ortiqcha hisoblangan summalar qaytarib olinishi mumkin. 7. Yangi ulanishlar. Agar siz kommunal tarmoqlarga yangi ulangan bo'lsangiz, masalan, yangi qurilgan uyga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, dastlabki davrda imtiyozlar darhol qo'llanilmasligi mumkin. Siz avval rasmiy ro'yxatdan o'tishingiz, kommunal xizmatlar bilan shartnomalar tuzishingiz va keyin imtiyozlar uchun ariza berishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va barcha bosqichlarni to'g'ri bajaring. Dasturning davomiyligi. Hozirgi kunda bu dastur doimiy tusga ega bo'lgan ijtimoiy himoya chorasi sifatida joriy etilgan. Bu faqat aprel oyiga xos bir martalik aksiya emas. Ammo hukumatning qarorlariga asosan me'yorlar va dastur shartlari vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy xabarlarni kuzatib borish juda muhimdir. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qoling. 9. Hududiy farqlar. Garchi dastur respublika miqyosida joriy etilgan bo'lsa-da, iste'mol me'yorlari va ba'zi rasmiylashtirish tartiblarida mahalliy hokimiyat organlari tomonidan kichikroq o'zgarishlar yoki qo'shimcha talablar kiritilishi mumkin. Shuning uchun o'z hududingizdagi tegishli vakolatli organlardan aniq ma'lumot olish har doim foydali bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu imtiyozlar juda foydali, ammo ulardan to'g'ri ondari alatim anish uchun barcha nozik jihatlarni bilish va belgilangan qoidalarga qat'iy rioya qilish zarur. Diqqatli bo'ling va barcha tavsiyalarga amal qiling. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, men sizga ushbu dastur haqidagi barcha muhim ma'lumotlarni berdim. Endi eng muhimi amaliy harakatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga murojaat etishingiz lozim va qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Men sizga bosqichma-bosqich aniq ko'rsatmalar beraman. Bir qadam o'zingizning imtiyoz olish huquqingizni tekshiring. Birinchi navbatda yuqorida sanab o'tilgan toifalar ichida o'zingizni topdingizmi? Siz nafaqaxo'rmisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Ko'p bolali oilaga mansubmisiz? Ijtimoiy nafaqa oluvchimisiz yoki kam ta'minlangan oila hisoblanasizmi? Agar siz ushbu savollardan biriga hadeb javob bergan bo'lsangiz, demak keyingi qadamlarga o'ting. Agar yo'q bo'lsa, afsuski, siz ushbu dasturdan foydalana olmaysiz. Agar oila daromadingiz bo'yicha shubhangiz bo'lsa, mahallangizdan aniq ma'lumot olishingiz mumkin. 2 qadam zarur hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biri. Hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi arizangizning qabul qilinishiga kafolat beradi. Sizga quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, asli nusxasi va nusxasi. Pasportingizning muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar ID karta bo'lsa, uni ham taqdim etishingiz mumkin. Nafaqa guvohnomasi, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz. Nogironlik haqidagi guvohnoma. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, ijtimoiy himoya milliy agentligining tegishli xulosasi yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMIK xulosasi. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar siz ko'p bolali oila bo'lsangiz, barcha voyaga yetmagan farzandlaringizning guvohnomalari,
kerak bo'ladi. Agar farzandlaringiz 16 yoshdan oshgan bo'lsa, ularning pasport nusxalari ham talab qilinishi mumkin. Oilaning daromadi haqida ma'lumotnoma. Agar siz kam ta'minlanganlik bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotnomani ish joyingizdan, agar ishlaydigan bo'lsangiz yoki soliq organlaridan o'z-o'zini band qilganlar uchun olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda mahalla fuqarolar yig'inidan ham daromad haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma, oilaning tarkibi va yashash joyi haqida. Bu ma'lumotnoma ayniqsa oila a'zolarining soni va ularning haqiqiy yashash manzili haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash uchun muhim. Bank hisob varag'ingizning rekvizitlari. Ba'zi hollarda agar nafaqa yoki subsidiya bank kartasiga o'tkaziladigan bo'lsa, bu kerak bo'lishi mumkin. Kommunal xizmatlar uchun shaxsiy hisobvaraq raqamlari, gaz va elektr energiyasi bo'yicha. Bu raqamlar sizning to'lov qog'ozlaringizda yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning ilovalarida ko'rsatilgan bo'ladi. Barcha hujjatlarning asl nusxasini va ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Qadam ariza bering. Ariza berishning ikki asosiy usuli mavjud. A. Onlayn orqali bu eng tezkor va qulay usul. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uzga kiring. Bu davlat xizmatlarining rasmiy portali va saytda ro'yxatdan o'ting yoki mavjud akkauntingiz orqali kiring. Ijtimoiy himoya yoki kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar bo'limini toping. Bo'lim nomi biroz farq qilishi mumkin, ammo mazmuni shunday bo'ladi. E'tiborli bo'ling, portalda ijtimoiy himoya yagona reyestriga murojaat qilish bo'limi mavjud. Bu sizga kerak bo'lgan joy. Tegishli xizmatni tanlab elektron arizani to'ldiring. U yerda sizdan yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning elektron nusxalarini yuklash talab qilinadi. Har bir hujjatni aniq va tiniq skaner qiling yoki suratga oling. Arizani yuboring. Arizangizning holatini portal orqali kuzatishingiz mumkin. B. Ofis orqali. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa yoki onlayn ariza berishga qiynalsangiz, quyidagi joylarga murojaat qilishingiz mumkin. Balhalla fuqarolar yigidi sizning mahallangizdagi mas'ul xodimlar sizga ariza to'ldirishda yordam berishlari va hujjatlarni qabul qilishlari mumkin. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish fedya bo'limlari. Ba'zi hollarda ijtimoiy himoya bo'limlari ularning qo'shida joylashgan bo'lishi mumkin. Soliq banki filiallari ushbu bank ko'plab ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirishda ishtirok etadi va ular orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Lekin eng samaralisi mahallangizda bo'ladi. Davlat xizmatlari markazlari. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona o'ynada taqdim etadi va siz u yerga borib ham ariza topshirishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga yordam beradi. Qadam arizaning holatini kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum vaqt talab qilinadi. Odatda 15 ish kuni. Sizning arizangizning holatini my.gov.uz portali orqali, shaxsiy kabinetingizda yoki murojaat qilgan markaz orqali, telefon orqali bilib olishingiz mumkin. Sizga ijobiy yoki salbiy javob haqida SMS xabar kelishi ham mumkin. 5 qadam hisoblagich ko'rsatkichlarini doimiy ravishda yetkazing. Garchi siz aprel oyida to'lov qilmasangiz ham, har oyning 25 sanasidan keyin va keyingi oyning 5 sanasigacha bo'lgan muddatda gaz va elektr energiyasi hisoblagichlaringizning ko'rsatkichlarini yetkazib berishingiz shart. Bu ko'rsatkichlarni my.gov.uz orqali, mobil ilovalar orqali, masalan Uzmobil, Paynet yoki Payme ilovalarida kommunal to'lovlar bo'limi yoki tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning saytlari orqali yuborishingiz mumkin. Bu sizning iste'mol ma'yorlariga rioya etayotganingizni va ortiqcha iste'mol bo'lsa, uni to'g'ri hisob-kitob qilishni ta'minlaydi. Qadam ortiqcha iste'mol uchun to'lovni amalga oshiring. Agar sizning iste'molingiz belgilangan ma'yorlardan oshib ketsa, siz faqatgina shu ortiqcha qism uchun to'lovni amalga oshirishingiz shart.
To'lovlar odatdagi usulda bankomatlar orqali, mobil ilovalar orqali yoki bank kassalari orqali amalga oshiriladi. To'lovni o'z vaqtida amalga oshirish muhim, aks holda qarzlar yig'ilib qolishi va bu sizning imtiyozingiz bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Senikadam. Savollar paydo bo'lsa murojaat qiling. Agar sizda ushbu dastur bo'yicha qo'shimcha savollar paydo bo'lsa, arizangiz bo'yicha tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, quyidagi manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. İctimai Himoya Milliy agentligining kol markazi. Bu agentlik ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha bosh tashkilot hisoblanadi. Uning telefon raqamlarini rasmiy veb-saytidan topishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlarining yagona telefon raqami 740 Bu orqali sizga tegishli maslahat berishlari yoki kerakli organga yo'naltirishlari mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ining mas'ul xodimlari, ular sizning joyingizdagi eng yaqin va tushunarli ma'lumot beruvchi manba hisoblanadi. Unutmang azizlar, bu imkoniyatdan foydalanish sizning huquqingiz. Faqat barcha qoidalarga rioya qilib, mas'uliyat bilan yondashishingiz kerak. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlarim, bugungi videomizda men sizga aprel oyidan boshlab gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar bo'yicha joriy etilgan yangi imtiyozlar, ya'ni aholining energiya xavfsizligi va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish dasturi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Siz endi bilasizki, bu shunchaki bir oylik aksiya emas, balki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarimiz uchun uzoq muddatli davlat yordami dasturidir. Kimlar ushbu imtiyozlarga ega bo'lishi, nima uchun ba'zi holatlarda umuman pul to'lamaslik mumkinligi, qanday iste'mol yo'llari mavjudligi va qanday kamchiliklarga duch kelmaslik kerakligi haqida to'liq tasavvurga ega bo'ldingiz deb umid qilaman. Esingizda bo'lsin, bu sizning huquqingiz. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bu ulkan yordamdan foydalaning. Ayniqsa yolg'iz nafaqa qushorlarimiz, nogironligi bo'lgan shaxslarimiz, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalarimiz uchun bu nafaqat byudjetni tejash, balki kundalik hayotdagi qiyinchiliklarni yengillashtirishda katta ko'makdir. İmtiyozlardan foydalanish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'plab, o'z vaqtida ariza berishni unutmang. Eng qulay yo'li MyGov.uz orqali elektron ariza topshirish va hisoblagich ko'rsatkichlarni har oyda yetkazib berishni hech qachon unutmasligingiz kerak. Agar sizda yana qandaydir savollar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos ularni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz boshqalar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz har doim sizga eng foydali va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang